Assalomu alaykum hammaga. Bugun elektron avtotransport vositasini oldi sotish shartnomasini o'sha notariuslarni oldiga bormasdan onlayn tarzda amalga oshirishni o'rganamiz. Birinchi o'rinda elektron notarius, e-notarius saytini topib olamiz. Kiramiz. Hamma o'zini JSHR pasport seriyasi bo'yicha kiradi profiliga. Elektron notarius bo'limiga o'tamiz. Pastida xizmatlar katalogi bor. Unda birinchisida avtotransport vositasini oldi sotish shartnomasi bo'limi bor. Kiramiz. Kirganimizda ushbu xizmatni ko'rsatish qonuniy asoslari bor. Qonun hujjatlari keltirilgan. Endi bu hujjatni bu harakatni amalga oshirish uchun, ya'ni notarial harakatni yaratish. Boshlaymiz. Murojaat turi, notarial harakat turi, avtotransport vositasini oldi sotish shartnomasi, rasmiylashtirish turi, videokonferensiya aloqa orqali rasmiylashtirish turi o'zbekcha, telefon raqami hamma o'zinikini kiritadi, aloqa uchun qo'shimcha, agar telegramingizni kiritsangiz ham bo'ladi, kiritmasangiz ham bo'ladi, qo'shimcha ma'lumot. Endi kiritadigan narsalarimiz bu shaxsiy ma'lumotlar. Men to'g'risi hozir mashinam yo'q, o'shancha hech qanaqa mashina chiqmayapti nomimda. Yuqorida ko'rsatganim mashinangizni narxini yozasiz. Misol uchun Malibu 2 bo'ladigan bo'lsa, taxminan 400 million, aniq narxini bilmayman. Men mashinam yo'qligi uchun xuddi shu joyda to'xtadi. Qolgan harakatlar, agar kimdir mashinani sotmoqchi bo'lsa, обязательно avtomatik chiqadi u narsalar. Bu bosqichdan o'tadi. Keyingi bosqichga o'tadi. Mana keyingisi degan joyi bor. Keyin tomonlar qo'shish, ya'ni sotuvchi va sotib oluvchi, ularda ma'lumotlar kiritiladi, pasport ma'lumotlari, JSHR, pasport serial raqami, tomonlar tasdiqlashi kutilmoqda, ya'ni telefon raqami kiritilgandan keyin SMS xabarnoma boradi. Notariusni tanlash, xohlagan notariusni tanlaysiz. Tanlaganingizdan keyin ular sizga SMS xabarnoma yuboradi yana. Ko'rib chiqish jarayonida rasmiylashtirish jarayoni yakunlangan. Ya'ni bu yerda hamma narsa avtomatik kiritiladi. Juda ham sodda desam ham bo'laveradi, chunki hamma narsa ko'rsatilgan. Siz belgilangan hujjatlarni to'g'ri kiritsangiz bo'ldi. U saytni o'zida ham qaysi hujjatlar kiritishni aniq ko'rsatib o'tgan. Mana bitta oldinga qaytib ko'rsatib beraman. Internet ishlamay qolyapti hozirgina. Sabr qilamiz. Umuman internet yaxshi ishlamadi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsam, eng asosiy hujjatlar o'sha avtotransport vositasini sotadigan shaxslarni er-xotin o'rtasida roziligi ham talab qilinishi mumkin. Keyingisi pasport ma'lumotlar doimgidek JSHR, serial raqam, asosiy hujjatlar mana shu telefon raqamlari kiritiladi. Agar avtotransport vositasini sotmoqchi bo'lsangiz, onlayn tarzda bemalol amalga oshirish mumkin. Rahmat hammaga.